Birinchi qism. Sahardala Nurimanning uchurini topshirib elib, jiddiyleşib qoldim. Bugun viloyatga boraman, xizmat ishi bilan. Ya burun, ya keyin emas. Naq mushundaq vaqtda kelamdi deyman. Nechketim kelam, ya men boray desam unumay, endi rosa aldirash kunimga to'g'rirab kelganini qandoq qilay? Nuriman mening unditarda tunishgan mashqum edi. Onun bilan 1,5 yilning oldida bir unditar to'pida qo'shishgan edim. Men bir loyihachi. Shundaqla shirkat xo'jayini bo'lish suhbatim bilan rayonimizning har qaysi joylaridagi rassom, xattat, loyihachilarni yig'ib bir unditar to'p qilib qurib olgan edim. Topda 300 dan ortiq odam bo'lib, har bir odam o'zi ishlagan asarlarini to'pga tashlaydi. Ustozlarning asarlaridan huzurlansak, yosh, yangi havaskorlar o'z asarlariga fikr oladi. Diqqat qilishga tegishli joylarni bilib oladi. Keyin ma'lum sabablar tufaylidan to'p tarqitilib, a'zolar o'z ara bir-birini qo'shib elishdi. Shu qatorda men bu go'zalni undidarimga ayrim qo'shib olgan edim. Lekin uzungacha paranglashmadik. Faqat do'stlar chembiriga yo'llagan mazmunlardan bahrilanishdik xolos. Bir mezgil o'tgandan keyin uning do'stlar chembiriga men eng huzurlanadigan bir ma'naviy bog'chaga aylandi. U to'liq romantik bo'lib, yo'llanmalarda hissiyotga boy nasrlar, tilga boy lirik, go'zal she'rlar ko'p salmoqni egallaydi. Ba'zida qiziqarli yumorlarni yo'llab kayfiyatni ko'tarsa, ba'zida mo'l falsafiy fikrlarga to'yingan hikmatli aqliyalar bilan kishini o'yga soladi. Onunga qachondan boshlab diqqat qilishga boshlaganimni bilmayman. Ehtimol uning o'z qalamidan tutgan lirik nasrlar yurak tarimni chekkan bo'lsa kerak. U nasrlarni o'qigan siri ichiga kirib ketadi. O'zimni goh to'g'riqlikda, goh daryo sohillarida va gohida uning bilan birga yurayotgandek sezatdim. Nasrdagi uning qalbini larzaga solgan ashu g'oyibon yigit men bo'lib qolsam-chu deb orzumi qilgan edim. Shunda qilib ikkimiz bara-bara yaqin do'stlardan bo'lib qolishdik. Uning mijozi shunchalik ochiq yo'riq edi. Bir qarasa to'limi aqlliq, yana bir qarasa bahli sodda, oq ko'ngil, xuddi kichik bolaning o'zilar. Berib charchaganlarimda uning bilan paranglashsam, yeniklab qolardim. G'amlarim, xizmat besimim nalagidur uchib ketadi. Uxlash oldida uning bilan qilishgan paranglarni qaytadan echib ko'rib, kulimsirgancha uyquga ketdim. U 1-2 kun uchur qilmasa yoki do'stlar chembirigini yengilmasa, qalaymaqan o'y xiyollarga petib, ansirab qolatdim. Uni izdigim, ovozini anglag'im kelib turardi. Buning qandaq bir hissiyat ekanligini anqaramay gangirab yurgan kunlarda yuz bergan bir ish uningga bo'lgan hissiyotimni yana bir baldoq yuqori ko'taribdi. Tug'ilgan kunimga 20 kun qolganda gapdan gap chiqib, tug'ilgan kunimizni so'rashib qoldik. 1 yanvar dedim men uning nimishga so'rganligini o'ylab o'ltirmayla. Az qapti-ku, dedi u darhalla. Nima sovg'a bersam bo'lar u kuni? Menga rostli sovg'at bergingiz bormi? Dedim menmi shuni kutib turgandek. Albatta. Undaqda menga atab bir parcha asar yozib bering. Bu nima deb yozarman endi? Yozg'ingiz bo'lmasa mayli. Yo'qay, yozaman, cho'qim yozaman. Shu parang bo'lib, toki tug'ilgan kunimga 1 kun qolguncha ikkimiz bu ish to'g'riliq paranglashmadik. Uni yoza olganmidu deb o'ylaydim. Ammo so'rayolmaydim. Nima mazmunda yozar? Nasr yozarmi yoki she'rmi? Shunchalik bilgim keladi.
taqatsizlandim, lekin söyleyemeydim. 31 dekabr kechda u uchir qipti. Kechiring, necha vaqtdan beri aldirash bo'lib, asarni yozolmagandim. Hozir boshlayman. Erta sahargacha bitirib bo'laman. Yozmagan bo'lsangiz, bo'ldi, avor bo'lmang. Ishlab charchab kelganda, dedim men sal ma'yuslanib. Aslida uni allaqachon yezib tayyorlab bo'ldi deb o'ylagan edim. Biroq tig'i yo'q, va'da degan va'da. Yozaman dedim-ku, chiqim yozaman. Yezib bo'libla sizga yo'llab qo'yaman. Ko'zingizni ochib ko'ra olasiz. Uni qaysi janrdagi asar yozar, qachon yezib bo'lar degan xiyollar bilan uxlab qolibman. Ertasi sahar soat 5lar bilan ko'zimni ochibla yonfonimni qo'limga oldim. Qarasam, darvaqa u yozmasini yo'llab qo'ygan ekan. Zo'r ishtiyoq va qiziqish bilan o'qib chiqdim. O'qib o'tib, qanchalik hayajonlanganimni bir o'zim bilmay. Onun yezib chiqqani bir hikoya bo'lib, asosli mening tug'ilgan kunimda yuz bergan, amaliyotda hech qachon beshimdan o'tmagan ishlar. Onun tasavvuriga asosan yozilgan to'qilmalar tasvirlangan edi. U mening xarakterimni yo'ritishga bek kuchigan. Qiziqishlarim, odatlarimdan tortib, kasbimgacha inchiki to'xtalgan. Onun qalam quvvati, yoziqchilik mahorati bu asarda ustalik bilan namoyon qilingan edi. Hikoyadagi ishlar rost bo'lgan voqeliklardek kishini go'zal bir manzara qo'yniga boshlab kiratdi. Ehtimol bu alohida sovg'at men bu umrimda qabul qilgan eng esil sovg'at bo'lsa kerak. O'qiydim. Qanmasdan yeni ishlab o'qiydim. O'qib verib, ko'z chanoqlarimning qancha ketimlab yoshga to'lganligini bilmayman. Biladiganim, ko'rinmas bir rishta orqali uningga mahkam bog'langanim bo'ldi. Shu vaqtda qalbimda uni ko'rish istagining o'tdek ilinjayotganligini sezdim. Uni shunchalik ko'rdim, bag'rimga bosqim kelib ketdi. U qandaqroq qizdi? Siyoq qandaqdi? Egizmi, pakarmi, o'ruqmi, semizmi, chiroyliqmidi? Mayli qandaqli bo'lmasin, uni bir ko'rishim kerak. Qayta talab qilib turganimdan keyin u yomon taslikda menga bir parcha suratini yo'lladi. Davatdim suratdagi go'zal nozinimga qarab ko'zlarimni uzalmay. Yuzlari sal yumaloqroq, o'ngi oq, qoshlari qop-qora. Bir jup yo'g'on shahlo ko'zlarida ajoyib bir nur balqiydi. Yelkisiga yeyilib turgan qop-qora chochlari go'yo men uchun bir dar ediki, uni bir purvilish istigida qildak to'lgandim. O'ng qishining ustidagi qo'noqdek keladigan xoli misoli men tomon etilgan ishq o'qi edi. Darvaqa bu o'qning ta'sirida men yiqildim. Onunğa taslim bo'ldim. Ana shu kundan boshlab uning visoliga yetish armoni menga aram bermadi. Arliq yiroq bo'lg'achqa uni ko'ray debla ko'ranmaydim. Boray desam, u bir bahonalarni tepib ko'rishishni rad qiladi. Hatto tug'ilgan kunida berib bir qo'lliq tabriklab etib kelishni niyat qilgan bo'lsam-mu, u xizmatim bekli aldirash, sizga ko'p vaqt ajratolmayman, sizni ranjitib qo'yg'im yo'q, keyin yana uchrashishga nasib bo'la, deb bu fursatdami meni mahrum qilgan edi. Keyin oshiq mashhurlar bayrami, ayollar bayrami kelgandimi, u yanada berish orzuyimni betchit qildi. Men muvofiq bir paytni tepib, o'zim izlab boraman, deydi u. Her qatim berish jidil qilsamla, u bir amallarni qilib, keyniga so'rab kelayotgan edi. Mana, bugun u aytgan muvofiq fursat pishib yetilgan bo'lsa kerak. Oxiri uning go'zal husn jamolini ko'radigan bo'ldim. Tatliq ovozini yustirani turib anglab, o'moq kulkisidan naq maydonda huzurlana oladigan bo'ldim.